Assalomu alaykum turfa olamning muhtaram muxlislari. O'zbek seriallari ichida bugungi kungacha eng ko'p tomosha qilingan va eng yaxshi serial deya topilgani bu 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan yetuk o'zbek aktyori Yodgor Sa'diyev prodyuserlik qilgan Shaytanat serialidir. Shaytanat serialining birinchi qismi 1998-yilda ekran yuzini ko'rgan bo'lib, ushbu serial sevimli o'zbek adibi Tohir Malikning shu nomli asari asosida suratga olinadi. Serialda 1980-yillarning oxirlari va 1990-yillarning boshlarida O'zbekistondagi jinoiy to'dalar haqida so'z boradi. Shaytanat seriali 20 qismdan iboratligini va ushbu filmdagi barcha voqealar to'qimaga asoslangan holda yaratilganini ma'lumot o'rnida sizga eslatishni lozim topdik. Shu va shunga o'xshagan bir-biridan qiziqarli kriminal sohaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videorolikda sizning e'tiboringizga havola qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Kuni kecha Amerikaning Michigan shtatiga qarashli Dearborn shahrida istiqomat qiluvchi islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmon Muhammad Bazzi shu shaharda joylashgan pitseriyani sudga berdi va hozirda ushbu pitseriyadan 100 million AQSh dollari undirish ilinjida. Endi voqeaning o'zi. Mazkur pitseriya, ya'ni pitsa tarqatuvchi restoran Kichik Sezar deya nomlanib, u yerda Muhammad Bazziga bila turib cho'chqa go'shti qo'shilgan pitsa sotishgan. Islom dinida esa cho'chqa go'shti yaxshi bilasiz, harom sanaladi. Eng qizig'i shuki, Muhammad Bazzi buyurtma berganda cho'chqa go'shtidan bo'lmagan masalliqlardan buyurtma bergan. Bu birinchi emas, bir necha marotaba takrorlangandan keyin Muhammad Bazzi o'zi bilan mazkur restoranga bir necha guvoh olib kiradi va yana buyurtma beradi. Natija esa bir xil. Shundan keyin u Kichik Sezar restoranini sudga berishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, shunday holat, ya'ni cho'chqa go'shti aralashgan masalliqlar bilan gamburger sotgani uchun McDonald's kompaniyasiga 2011-yilning mart oyida 700 ming AQSh dollariga tushgan edi. Real Madrid futbol klubining hujumchisi Portugaliyalik Cristiano Ronaldo yaqinda 6 million yevro orqali qamoq jazosidan qutulib qoldi. Unga Ispaniya hukumatı soliqlarni to'lamagani uchun 15 million yevro pulni davlatdan yashirgan, ya'ni shuncha pul davlatdan qarz deb ayb qo'yishni endi boshlagan edi. Aniq ma'lumotlarga qaraganda ushbu pul uchun Ronaldoni 5 yilga qamashlari mumkin ekan. Biroq Ronaldo ommaviy axborot vositalari xodimlarining oppoq qog'ozlariga qop-qora bo'lib tushib ketmasligi uchun darhol Ispaniya soliq departamentiga 6 million yevro to'ladi va o'zidan barcha ayblarni olib tashladi. Balkim xabaringiz yo'qdir, Ronaldodan sal oldinroq Barselona klubining hujumchisi argentinalik Lionel Messini ham soliq to'lamaganlikda ayblab, unga nisbatan 21 oy qamoq jazosi belgilashgandi. Lekin shunisi qiziqki, Messiniki Ronaldonikiga o'xshab 15 million emas, bor yo'g'i 4 million yevro edi xolos. Demak, bundan kelib chiqadiki, Ronaldoda bir gap bor. Amerikaning Texas shtatida sobiq hamshira Jenin Jonsni o'lim jazosiga hukm qilishlari ham mumkin. Negaligini hozir aytamiz. Bugungi kunda sobiq hamshira Jenin Jons Texasdagi ayollar qamoqxonasida o'z jazosini o'tamoqda. Unga sud 1984-yilda qilgan jinoyati uchun 99 yil qamoq jazosi belgilagan. U 1984-yilda 15 oylik chaqaloqning o'limida va keyin yana bir bolaning o'limida ayblangan. Tergovni yakunlagan politsiya xodimlarining gaplariga ko'ra, aynan o'sha 1984-yilda Texasda Jenin ishlagan klinikada 60 ga yaqin bolakay bu olamni o'ta sirli ravishda tark etgan. Bolalarning o'limida esa politsiya xodimlari Jeninni ayblashni ko'zda tutishmoqda. Agar bu isbotlansa, unga belgilangan 99 yil qamoq jazosi o'lim jazosi bilan almashtiriladi. Turfa olam bilan birga qoling. Sizga kerak ma'lumotlar hali oldinda.